Assalamu alaikum. Musulman bir tuğanlar, жалпыңыздар амансыздарбы? Бүгін 2020 жыл 30 январ Қарасу шаарындағы Қашқарқыштақ мал базарына келіп сіздерге малдың баларын біліп бермекчибиз. Бүгін базарда бука аябай көп кириптир. Адам басқанға жол жоқ. Bukalar öte көп кириптир бүгүн. Gündөгүдөн öte көп bukalar. Sizlerge hazır maldın bardıq türlörün tartıp çağırıp vermekçiyiz. Жыгырма 2000'den urgaçı erkek be? Urgaçı torpaklar 22.000 somdan deydi. Eko Mına çoğu 26.000 deydi, mına kiçinesi 22.000. Mına çoğunun kançaga bağılıştı? 25.000. Berbe koydum 25.000'ge. Berbedim ya. Berbe olsun ya. Rahmat ha. Aka, kunacının bağısı kança som? 40.000 som. Kam var deydi. İçinde balası var mı yok mu? İçinde balası yok eken, kısır. Assalamu alaikum. Andaysın, jaksın be? Satı otasın be, kaşurlarda? Bunusunda başka çırağı okşaydı ha? Kança somdan bul? 100 so'mdan aka. 100 somdan. Bul buka kaşur bu, at kaşur bu? Kaşırdı. Aşıcı? Mal kaşırdı. Buka bakkandar alыңızдар 100 somdan deydi. Garelkalar var. Garelkalar var deydi. Daha başkaça türleri köp da. Sapları var. Mına kança som mına kalak? 150 so'm. Kalak 150 somdan deydi. Kül çıkarganга, 40 çıkarganga kete beret. Biroq garelka sotishni deymi? Aka garelkani e'lon qilib qo'ying. Nomerini aytib qo'y. 0559 67 77 84. Nomerga baylaşsanızlar jasap beret zakaz menen. Maylukam. Sen torpog'un qancha ukam? 32. Urgaç erkek be? Urgaç torpoq 32.000 som. Bir jaşar torpoq ha? Paroda deydi. Torpoq qancha ekan? Qancha ekan torpoq? 30.000 som deydi. Urgaç torpoq ha? Qanchaga bağılıştı? 28.000 somdan berbey koyduk deydi. Urgaç torpoq. Mına ol qancha mına ol? Bul dele 30.000 som urgaçı. Ekoy bir deyil ekan. Yersal. Aka torpoqtun bağısı qancha? Qaşısı? 25. 25.000 som deydi. Erkek urgaçı be? Urgaç torpoq. Qanchaga bağılıştı alır mınlar? 24. 23.700 kılıştı. 300 so'mdan. 20 qancha deysiz? 3 so'mga kam 24 qildi. 23.700 som qilib da. Berbe qo'ydingiz. Yaxshi. Mına ol torpoqtun, urgaç torpoqtun bağısını so'rab ko'raylik. Bağısı qancha ekan bunun? 35.000 urgaç ha? Urgaç torpoqtun bağısı 35.000 som. Aka kunacdın bağısı qancha? 50.000 som. Kısır aca boz mu? 50.000 som deydi. Kısır bozu belgisiz.
Alabuqa 61 ming so'm bo'ldi deydi. Bir ming so'm. Bu qarabuqaning bahası 70 ming so'm davlat. Nar jag'ында kishnaroq bor ekan. Ekoni qo'shib 135 ming so'mga beramiz davlat. Mana bu 135 ming. Now buqaning salmog'ini ko'ramiz hozir. 61 ming deyotgan buqaning salmog'i. Oldu 61 ming so'm buqaning salmog'i aytpay izladi. Sen uttun evet. 65 kilo. Korkma kaydıran tardı. 65 kilo geldi. 60 kilo çağını almıyor. 65 kilo. 365 kilo. 60 kilo. Bu bundayla görüp aldı bundayla. Yaxshilab ko'ring, adash qolma. 65 kilo geldi. Ya aka, bas qancha oldi basi? 65 kilo geldi. Qancha oldi nol? Özünüz tushungan bilan. O'zingiz bilan 131 ming bo'ldi deydi iki buqa. Ha neçə kilo oldu? O şerinden tut. Aka qancha chiqdi? Qancha? 385 kilo chiqibdir. Daha biri var deydi. Bunun salmog'ini ko'raylikchi. Kattasi qoldi doğru mu? Ha. Hoş. Bo'ldi, chiqdi bo'ldi. 372 kilogram chiqdi. Altmış ming so'm. Mana olcha. Bo'ldi 60 ming. Bo'ldi 60 ming bari. Mana ular sal cho'ngroq ekan, bular 65 ming so'mdan deydi. Nomeringizni aytib qo'ying. 59 bilan 20 50 50. Buqalar ko'pmi? Taper etkazda? O'sha nomerga chalsangizlar, dastavkasi bilan yetkirib beretgan uyingizlarga. Mana uni basini aytib qo'ying. Bo'ldi 65 ha. Qanchaga bag'ilishdi buni? 58 ming so'mdan buna ekoni berib qo'ydim deydi. Buna ularchi? Ular qanchadan berdi buni ular? 56 ming so'mdan berdilar, berib qo'ydim deydi. Oho, bugun buqa ayavay ko'p. Bosarga yo'l yo'q. Tığın bo'ldi. Aka, bunaqangizni bazını aytib qo'yingchi. 60 ming so'm kam bor deydi Allah buqani. 60 ming so'm. Bunaqangizni aytib qo'yingizlar. Bunu 57 ming so'm kam bor deydi. Aka, bundan bazını aytingchi. Qancha deyapti? Mana u iki buqa 117 ming so'mga savdo bo'lyapti deydi.
75 milyarda 60 binge 57 bin pul. Ekonu bir bağlattır. 15 razı ol bering. 115 ming koy. Razı ol bering de odat koy. Nasıl kaçası? 60 ming so'm deydi buqani. 100 bir çıkan satın Qashqa buqani 60 ming so'm deydi. Taroziga aparsangiz sira ақшасын chiqarib beraman. Siznikichi? Bana ko'rsatsa men o'zda kelib. Ha. 60 ming so'm deydi. Qanchaga bog'lab ochadi? 60 ming so'm deydi. Bozorda suraylik deydi. Ha. Ha qo'yarım. Almayam mı? Yetin qalmoq. Basını aytingchi? 55 ming so'mdan kami bor deydi. Aq buqani. Ondan sonra yetin bir qarmoq. Bunangiznikini aytingami? 55 dan kaldı. Bulda 55 ming so'mdan kami bor suray o'rgiladi odatda. Barli birdek ekan-da. Altmış sekiz yarım ming so'm bo'ldi deydi buqani. Qancha kilo shu? 450. O'zini chiqmaydi. Qancha kilo? 4 satma. 400 kilo ekanda 400. Aytdim qo'y. 190. Haqqa jurasың meni. Mana e'tiroz qilmay qo'ygan. Ma'lum hisobini to'lab qo'ysa bo'ldi. 390 kilo chiqdir. Aka aqchasini berib qo'ysa? Sizlar düşüp geldiler. 390 kilo chiqdi. Buradan kaça? 380. Bosim bilmayim deydi qo'y. Düşman 360 kilo. 450. Aşağı aşağı gelir. 7 kilo işte koyalım. 367 deydi. 55 dan odadı aka. 55'ten de otasың bekoni. Yaşı qancha bularning? Hiç güzel ekten yaşı topu. Tish buzelek torpoqtor deydi 55 ming so'mdan beravergila deydi. Jash torpoqtor ekan. Ya mına üçöten bası bir be. Üçönün bası bir deydi. Qanchaga bağlışdı? 50 taqab otapti. 45, 46. 50 taqab surab atışat deydi. 45'ten başlap 50'ge chayin berip atat deydi. Qara buqanın basını aytib qo'ysinmi? 60 ming so'm deydi qara buqanın bası. Qanchacha 2 jasharmi? 1,5 jashar buqa. Mana sarı qancha sarı? Bunun dele 60 ming so'm kam bor deydi. Bu dele 1,5 jashar. Qancha? Bu dele 1,5 jashar buqa. Siz qancha deb otasiz ekanman? 70 ming so'm deydi. 2 jashar ha? 70 ming so'm 2 jashar buqa. Qanchaga bog'lab ochadi? Bilmem onlar bağlaşıp. Narxi tili bası shundaylar? Bilmem o şey. Qarpoqlar qancha ekan? Qanchadan? 40 da 42 dan. Bağlaşıp. Var mı? 45 dan. Buna ola bu torpoq 45 ming so'm deydi. Buna ol qancha buna ol ko'k? Buna ko'k qancha? 42 ming so'm. Bu cho'ngroq ekan xayr oladan. Acıkya. 42 ming so'm deydi. Buni 45 ming so'm. Ne olchi? Bu da 45 ming so'm. Ne olchi? Ha. Bu 50 ming so'm deydi. Qashqadir 50 ming be. Narxi tili 50 ming. 1,5 jashar torpoqlar ha? Bir yarım jashar torpoqlar 42 ming, 45 ming, 50 ming. Sizniki qancha? 55 dan eko, checho. 2 jashar buqalar. 2 jashar buqalar. 55 dan dedingizmi? 55 ming so'mdan deb atamiz deydi. Qanchaga bog'lishdi alarmonlar? 50 dan so'radi. 50'den surashdilar, bermay qo'ydim deydi. No, aladan berki 3'ü.
Ver şu ülkemge. Hiç masat. Ya buqalarni qancha deb otasыңар? Benim nonu. Buna. Eli geçeceğim bu. Yeliga kam bor deydi. 2 jashar buqa. Oy. Nalcha? Bu da eli. Bul dele 52 ming so'm kam bor deydi. Qanchaga bog'lab o'tatmi ekoni? Bunu hazır. 46 ga so'rashdi va berbay qo'ydinglar. Nonicha? Buni 48 ming so'radilar, berbay qo'ydik deydi. Nima qancha? Bular 55 ming so'mdan kam bor deydi, no 2 buqani. Qancha oldingiz aytchilar? 1000 so'm kamga oldim. Mal. Qancha deb o'tasizmi kam sen? Ekoni? 45 ming so'm. 1,5 jashar buqalar ha? 1,5 jashar buqalar 45 ming so'mdan deb o'tadi. Kalmali qo'qib qo'ysin deb oldi. Uydun bahası qancha ekan? 50 ming so'm deydi uydun bahası. Qanchani to'g'an uy bul? Torpog'i qaqda? 4 ta to'g'an uy deydi, torpog'ini отдельный sotuvding deydi. To'g'anda qancha kun bo'ldilar? 1 oy bo'lib qoldilar deydi torpog'ini. Torpog'ini отдельный sotuvdir. Bul qanday salat ham torpog'i yo'q. Jönle jem berip sayverse bo'ladi deydi. Qancha litr sut beradi? 12-13 litr sut berib o'tadi deydi. Uyda 85 ming so'm deydi. Salmog'ini ko'raydi o'tadi. 85 ming so'mda qo'ydim salmog'i. 525. 525 kilo chiqdi. 85 ming so'm deyotgan uyda salmog'i. Yetmiş 4 ming so'm bo'ldi deydi buqani. 420 kilo. 418 ekan. Zo'r chiqdi. 419 kilo Zo'rmas. zo'r chiqdi. O'zing aytdim kilosi 20 kilo dedim. Ha, bo'p chichi varibdi, hozir 2 kilo. 419 kilo chiqdi. Egasi 420 kilo chiqadi deb aytgan ekan, turli aytdi. Aka uy qancha oldi? 70 ming bo'ldi. 70 ming. Qanchasi torpog' ekan? 400. Uy 70 ming bo'lib tur, torpog'i 4-torpog'i deydi. Uy qancha oldi? 55. Qanchasi torpog'i ekan? 55 ming so'm deydi, 3-torpog'i. Zo'r 67 mingga berbay qo'ydi qo'li deydi. Mana bu qani. Salmog'i 393 kilo chiqdi. 393 kilo. 67 mingga berbay qo'ydim mana deydi. Buqa. Eki buqa 123 ming bo'ldi deydi. Birosi shu ekan. Ak buqaning bahası 70 ming so'm deb atadi. 385 chiqdi. Salmog'i 385 kilo chiqdi. Qanchaga bog'ilishdi? 63. 63 mingga bog'ilgan ekan, berbay qo'yishdi. Salmog'i 385 kilo. Buqaning salmog'i 461 kilo chiqdi. Bahası 72 ming so'mdan bo'ldi deydi. 50 so'm. 72 ming so'mdan bo'ldi deydi. Üçöni sho'g' olishgan ekan. 461 kilo chiqdi. Salmog'i. Mana buqa 82 ming so'mga bog' bo'lgan ekan.
Salmağın tartıp bile olaydı da olsun. Kaça aldı? Ya kaça aldı? 560 kilo çıktı. Korkma, armayın. 82 ming so'mlikqa 560 kilo chiqdi. Aqchasini kim beradi? Olib berib qo'ya. Murodjon 32 ming so'm bo'ldi bu qunachin. En girmeye çıkıyor abi. Siz alda aytib qo'yib turdim da. 21. 421. Qargin tortib 421 kilo. Mahmut'ta qancha oldu şu? Sardar ona geçinde Sardar. Mahmut'ta pulu qancha olmadı? Uçtası pulu. Qancha uçu? Bar tartib o'tasizmi qayda? 421 kilo chiqdi bu. Uzoq. Sal kamroq chiqdi. 400 ga jetdi. Rovna ekan ne? 402. 400 rovna, 400 rovna. Qo'yarsangiz jibing qo'yarsangiz. 402 ekanda. Haydi. Bu satıyor da bular. 402 kilo chiqdi. Bunun alışıp kaldı o. Buqa. 9 yaşlar, 6 kilo gelmişler. 4 koltukta çıktı. Mana bu boz qo'chqor 53 kilo chiqdi. Mana qarasini ko'ramiz hozir. Bu da 53,5 kilo. Bu qarasi 53,5 kilo chiqdi. 56 ming so'mga olgan ekan buqani. Haydayvering. Bu bir günde neçte çıkardı video? Qo'yaveringchi. Pahalı koy. Arqaroq jildiradi. 315. 315 kilo. 160 kilo ekan. 315 kilo chiqdi. Buqaning salmog'i. Yo'q, bo'pti, biz buni qo'lim. Sen 2 tonna pulni beradi. To'g'risini aytyapman. Seni menga qarab. Hozir seni bol Ya buqani qanchaga bermay qo'ydinglar? 50 ming so'mga. Tartib qo'yamiz da bizda o Rossiyada biro ko'radi. 50 ming so'mga bermay qo'yib turibman qara buqani. Qanchaga beretiringlar deytinglar. 52 beretlik deydi. 52 ming so'm bo'lib turibdi buqa. Aka bular qo'chqorlar qanchadan bo'ldi? 60 lira qo'ydim. Ha, Hozir 60 lira qo'ydim. 3 o'ni, 4 o'ni? 4 o'ni 60 ming bağılgan ekan, berbey qo'yib tur. Mana qo'chqoring qanchadan mana qo'chqoring? O'zim aka yetdim. 7 ming deb otib tur mana qo'chqorda. Mana u bo'z qo'chqor qancha? 6 mingga beraman. 6 mingga berem deydi, qo'z qo'chqor ekan. Sizniki to'xtular o'xshaydi turg'acha? Qo'shqor ekan. Ha, ikki o'tonglar qo'chqor deydi. Qanchadan berayin deb otasiz bularda? Bular 8 dan deyapman. 8 ming so'mdan deb otatgan qo'z qo'chqorlarda. Ya uka, mana qo'chqoring qancha buni ol? Aka, mashina 4,5 ga beraman. 4,5 ga berem deydi. O'tmay qolib tur, arzonlar berib o'tkasin-da. Aqcha kerak bular. Klientlar kelsa qo'ylarga. Aqcha kerakmi? Aka kerak. Aka, bularning bahosini bilsak bular qo'chqorlardan. Qanchadan? Iki qo'chqorda 20 deb otdir, buning parodasi qanday qiladi? Boshqacha. Iki qo'chqorda 20 ming so'm deb otam deydi. Buna narxisi qo'y ekan, ha? Qo'ydi qancha deb otasiz? 8 ming.
Oydu 8.000'ge berem deyt. Eki koçkardı 20.000'ge berem deyt. Dep atasın da kara koydu qo'zisi menen. Bunun yerine kara koydu olsun. 9,5. 9,5 ming so'm dep atıptır qo'zisi menen. Kalganlarının qo'zisi jok eken ha? Ana olsun var. Buda oşuyor. 9. Mına onun Kaşka koydun qo'zisi var eken, bul dele 9.000 so'm deyt. Mına ular kısır okşayt ha? Kısırlar kançadan? Bu 6.000 son. 6,5 6.000. Mına ol 6.000 so'm deyt. Mına karası 6,5 so'm. Mınası dagı 6.000 so'm dep atat. Aka mına qo'zunun basını aytып qo'yasызbı? Aysin. Nonu? Oğlunun boğazı 5,5. 5,5 so'm dep atat eken. Qanchaga bag'ilishdi alarmadan? 52'ge berbe koydum deyt, bag'ilishgan eken. Aka sizning qo'yingizdin bahsi qancha? Yok bizde özgürlük. Mana o. Qancha qaldingiz? 6,5. 6,5 so'mga oldik deyt mına qo'ydi. Soyishqa o je enchiga. Ençige. Enchiga. Bag'avuz deyt o'zlari bag'ishat ekan. Rahmat. Aka mına to'xtingizni bahsini aytib qo'yingchi. To'xtingizni bahsini aytib qo'yingchi. Doktorun boğazı. Sana. 6,5. 6,5 so'm dep atam deyt. Baq to'xtinning bahsi. Ne bundan 6 var. Kichine qo'chqoringizchi? Aysin. Mına kichine. 5,5 ver. 5,5. Buna 6 ver buna. Mına 5,5 so'm dep atat. Mına uni 6 ver bana. Kaç koy. 6.000 so'm. Nega tartı? 6.000 so'm deyt junju qo'z. 54.000 dep atabız deyt. Satarmanlar. $317 çıktı. Kaça? 317.